Yana bir bor assalomu alaykum. Kasalliklar to'g'risida yana bosh qotiramiz ozgina. Aytgandek, vujudni to'rga bo'lsa bo'ladi. Fikr, qalb, ruhiyat hamda tana. Lekin tanani bo'laklarga bo'lib davolash bu faqatgina simptomlar bilan ishlash bilan barobar bo'ladi. Lekin haqiqatdan kasallikni chiqarib yuborish uchun mana shu 4 ta narsa bilan alohida ishlashimizga to'g'ri keladi. Shu 4 ta narsa bilan ishlash natijasida bizda qandli diabetdan natijalarim bor. Bemalol aytaman bu narsani. Nomerini ham berishim mumkin. Ayrim bir negativ fikrlar bo'lgan ekan, bizga kelib sahrlarni tuzat, yo'q, o'shanga ozgina javob o'laroq aytamiz. Qandli diabet kasalligini chiqarsa bo'ladi. Lekin kimda degan savolga javob bera olmayman o'rtoqlar. Hammani ham Alloh taolo shifo bermaydi hammaga. Biz sababiyatini qilamiz. Harakat qila oladigan, ko'rsatganlarimizni gulini guliga qilib qo'yib beradigan insonlarni chiqarsa bo'ladi. 10 tadan bittasi to'g'ri kelishi mumkin. Bunisi Allohga ayon. Lekin biz sababiyatini qilishimiz natijasida bir kasallikni aytib bermoqchiman. Aynan sahr kasalligi nimani orqasidan kelib chiqdi? Sababini aniqlamasdan quruq dori-darmon beryapmiz, insulinga o'tkazyapmiz, dieta qildirtiryapmiz. Agar u qalbida birovga nisbatan og'riq, nafratni his qilish orqasidan kelib chiqqan bo'lsa-chi, yoki birorta stressga tushib qolish natijasida kelib chiqqan bo'lsa-chi, u qandli diabet. Aynan o'sha stressni yechmagunizcha qandli diabetdan chiqarib olib bo'lmaydi. Ya'ni dori-darmonsiz ham chiqarish yo'llari bor. Dori-darmon bilan tushirib turishingiz mumkin. Haqiqatdan oshqozon osti bezini to'liq ishlashi yoki metabolizm buzilishi natijasida yuzaga kelgan qandli diabet ikkinchi turi bo'ladigan bo'lsa, uni ayrim 4 ta narsa bilan joyiga qo'ysak bo'ladi. Ya'ni birinchisi ruhiyati bilan ishlash, ikkinchisi qalbidagi og'riqlarni yechish, uchinchisi nosog'lom kasal fikrni yechishimiz orqali va to'rtinchisi tanadagi og'riqlarni yechishimiz bilan aynan qandli diabetdan chiqarish yo'llari bor. To'rtinchisi tanaga kelganimizda 4 ta narsani joyiga qo'yishimiz kerak. Haqiqatdan birinchisi to'g'ri uyqu. 22:00 dan 3:00 gacha, 2:00 gacha odam uxlashi kerak. Sababi organizmimizda o'sha tiklovchi, yoshartiruvchi gormonlar chiqadi. Qachonki qorong'ida uxlaganimizda melatonin, serotonin gormonlari aynan bizni tanamizni tiklayveradi. Buning natijasida bizni gipotalamusimiz hamda mana Kumushkonda ziyoratgohga chiqib oldik. Bemorlarimiz bilan birgalikda 7 kun mobaynida ruhiy, jismoniy tomonlama biz shakllandik, ozgina o'sdik, nafas mashqlarini ham bajardik. Natijada bugun mana birgalikda deyarli 5 kilometrdan 10 kilometrgacha yurish imkoniyati bo'ladi hozir. Hozir umuman olganda yarmiga harakat qildik. Bu yerga yana yuramiz. Ozgina ularning fikrini bo'lishmoqchimiz. Nima deyishmoqchi, nima qo'yishmoqchi. O'tkazgan kunlaringizga rozimisiz o'zi aslida? Ha? O'zgarishlar bo'lyaptimi? Nimadir oldinglarmi yo'qmi? Kimdir gapiradimi yo'qmi? Ozgina o'zinglardagi o'sha taassurotlarni, nima kasallik bilan kelganingiz, qanaqa natijalar oldingiz yoki qanaqa kamchiliklar bo'ldi, hammasi bo'yicha nimadir ulashsanglar, ozgina xursand bo'lgan bo'lardik. Mana marhamat, kim gapiradi? Gapiring, pajozda. Assalomu alaykum azizlar. Mana biz ziyoratgohga keldik, Kumushkon ziyoratgohiga keldik. Allohim mana Xudoyo Bahodirjon Tanijonni savob bo'lsin. Bizni mana shu yerga olib keldi. Mana 7 kun davolab, 10 kun davolab mana shu yerlarga olib kelishdi. Biz juda ham zo'r taassurotlar oldik. Rahmat. Taassurotlarimiz juda yuqori. Mana o'zimizga ishonmagandik shu yoqqa chiqishlarga. Bemalol chiqib kela oldik. Allohimga behisob shukr. Hech o'zimga ishonmagan edim, men shaxsan o'zim chiqa olamanmi yo'qmi derdim, Allohga behisob chiqdik. Mana namozlarni, peshin namozlarini shu yerda o'qidik. Ziyorat namozlarini o'qidik. Allohimga behisob shukr. Ancha o'zimizga yaxshi taassurotda qoldirdik. Hammalarga rahmat, kelinglar sizlar ham. Bahodirjon Tanijoni sog' bo'lsin. Bizlarga shularga olib kelib mana aylantirib ketyaptilar. Hammalarga kelishinglarni taklif qilaman. Rahmat e'tiboringlar uchun. Nima kasallik bilan keluvdingiz, ayting. Aytavering, o'sha buyrakda shamollash. Buyrak shamollashi, katta temperaturada kelib, turgilab berib, ahvolim og'ir ahvolda kelgandim. Mana Xudoga shukr, 12 kun davomida zo'r bo'lib chiqdik. Mana o'ynab kulib kasal ko'rmaganday bo'lib ketdik. Mana bu yoqqa chiqib kuchingiz bormi yo'qmi? Bemalol kuchim yetadi. Allohga behisob. Yo'q. Asrashlar yo'q. Nafas mashqlari kamroq bo'lib qoldi. Salgina. Yana qo'shishimiz kerakda o'zi.
Yana bu narsani 40 kundan 70 kungacha qilsangiz, sizga o'zi odatga kiradi. Yanada yosharish boshlaysiz. 1 yilda kamida 5 yil Men endi yosharish imkoniyati bor. faqat qatnashish emas, men uyda ham o'sha tashqi nimalarni qaytaryapman. Uyda o'tirib ham qaytaryapman mashqlarni. Kela olmagan vaqtimda uyda o'tirib ham bilganimcha esimda qolganlarini qaytarishga harakat qilaman. Endi bu yoqda yana ozgina mavzularimiz bor. Tabiiy giyohlar, ular bo'yicha ozgina ilmlarni berib o'rsak, sizga doktor ham dori ham kerak bo'lmaydi-da. Rahmat jonim bolam. Qolsangiz, yana chiqib ketish yo'llarini уже o'rgandinglar. To'g'rimi? Qani siz ham pastroq ayting. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum azizlarim. Shu opamning gaplariga qo'shilgan holda mana yo'q, qo'shilgan holda men ham shu больницаga qattiq nimada keluvdim. Kuchli shamollashda, yuragim shamollagan edi. Temperatura bilan keluvdim. Shu tabiiy muolajalar bilan, mashqlar bilan Xudoga shukr yaxshiman. Mana hozir mana Kumushkonni nimalardan chiqdim, ziyoratgohiga chiqib keldim. Bellarim ham, oyoqlarim ham yaxshi. Xudo xolasa yana ham yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa yana ham harakat qilsak, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Beldagi og'riqlar kamaydi. Beldagi og'riqlarimiz hali qiyshayishlar bor. hali qiyshayishlar bor, lekin Bo'g'imdagi og'riqlar ham bor. ninalar bilan davolashyapti, mayli, tan jonlari sog' bo'lsin. Rahmat hammasiga. Mashqlar yoqdi bizga, kelinglar. Payla cho'zilib qoldimi? Payla cho'zildi. Yoshardim. Yana ozginadan keyin shpagatlar qilamiz, Xudo xolasa. Ozgina. Xudo xolasa. Ketdimi ozgina? Xudo xolasa. Tan joninglar sog' bo'lsin, doktorlarimiz omon bo'lsin. Mayli, rahmat. Mana. Men qisqa qilaman. Men kelganimda ahvolim haqiqatda og'ir edi. Boshimni ko'tara olmasdim. Oyog'imda o'zim yura olmasdim ham desam bo'ladi, chunki yurishim juda qiyin edi. Xudoga shukr, eng birinchi to'g'ri ovqatlanish kerakligini tushundim. Bu narsaga men uncha ahamiyat bermasdim, lekin eng birinchi xatoyim shundaligini tushunib yetdim. Hali yana bemalol ko'proq aytarman. Menda natija yaxshi. Mana o'zim oyog'imda yuribman. Nafas olishim ham yaxshi. Mashqlar foyda berdi 100%. Kelgandagi holatingiz ayting. Yo'q, kelgandagi holatim aytyapman, umuman yurishim, kallamni ko'tarishim yo'q edi. Tashxisda stresslar bor edi. o'sha tashxis Stresslarning natijasida bu qizimizda nima bo'ldi? mana ushlab ayting. Yo'q, kishiga boshida hattoki darslar ham kirmadi. Mashqlarni qildirsak, mashqlar ham majbur bo'ldik. Boshida dori-darmon berdik. Dori-darmon bersak, tinchlantiryapmiz. Uxlayapti, lekin uyg'ongandan keyin boshi garang, xum, kuchli og'riqlar bilan bo'ldi. O'sha psixologik antidepressantlarni berdik. Aynan nevrologik dorilarni berdik. Bo'shashdi-ku, lekin tiklanmadi. Ko'rgani bilan qila olmadi. Mana o'zlari aytibdi. Asta sekin biz dorini aynan sog'lomlashtirishga o'tganimizdan keyin dorilarni to'xtatdik, mashqlarni kuchaytirganimizdan keyin o'zi charchab, indamasdan uxlab qolish boshladi deb o'ylayman. To'g'rimi? Ertalabki mashg'ulotlarga nima bo'ldi? Tura olmay qoldim-dek. Hozir dorisiz uxlayapman. Ertalab mana bemalol uxlayapman. Men uyqumda umuman muammo bor edi. Men kechasi bilan uxlamasdim. Stresslardan chiqib qoldingiz. Ha, hozir Hozir birinchi qiladigan ishingiz ham ayting. birinchi qiladigan ishim uyda naqasini devorlardagi energiyasini tozalash. Uy muhitini tozalash. Sveji qilamiz, o'zimizni tanamizga munosib, yaxshi kayfiyatda, yaxshi energiyalar. Chunki bu joyni alohida intervyu beraman. Nimaga kecha uyga borib kelganimda anaqa qilayda. U uyga borib kelib bu katta nimada? Bugungi holatim mana hozir yuribman. Kecha men uyda yura olmaydim, lekin banksada yuribman. Bu mana shu uyda muhiti yaxshi emasligidan-da. Endi borib birinchi qilgan ishim uyda muhitini o'zgartirish, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish. Harakat, kayfiyat birinchi. Bularni nima qiladi? Yo'q, hammasini qilamiz. Xudo xolasa nasib keyingi 10 kunlikka onam bilan otamni iloji bo'lsa o'zim ham qo'shib kelmoqchiman. Xudo xohlasa. Nasib kimga beray?